Agar to'g'ralgan kartoshka, piyoz, sarimsoq piyoz, tuz va ziravorlar solib yaxshilab aralashtirib, ustiga yaxshilab yuvilgan to'q biodralarni taxlab chiqib, sousi uchun 1 osh qoshiq tomat pastasi, tuz, paprika, maydalangan koriander, murch, o'simlik yog'i, soya, sut solib yaxshilab aralashtirib, tovuq va kartoshkalarimiz ustidan yaxshilab quyib, yonlariga yana to'g'ralgan pomidorlardan taxlab, ustini ho'llab olingan pergament qog'oz bilan yopib, qizib turgan duxovkamizga 200 gradusga 30 daqiqaga qo'yadigan bo'lsak, juda ham mazali taom tayyor bo'ladi. Asosiysi qolgan ishlaringizni bemalol qilasiz. Kiyimlaringizdan yog' hidi ham kelib qolmaydi. To'g'ri, har doim bunaqa taom tanlamaymiz. Yaxshilab qovurilgan taomlar tanlaganingizda Bavi professional kir yuvish gelini ishlating. Nega professional deysizmi? Sababi Ispaniyada ishlab chiqarilgan. Bitta qadog'i 56 marta kir yuvish ketadi. Juda ham tejamkor. 20 gradusda ham kirlaringizni samarali tozalaydi. Yuvgan kirlaringizdan yoqimli ifor taraladi. Sizga ma'lumot berguncha mazali taomni ham iforlari chiqib qolibdi. Buni soch deyligini qarang, tanlab ko'rmasangiz bo'lmaydi. Oling siz ham yeb ko'ring.